Barchaga assalomu alaykum. Xayrli kun, xayrli kech, xayrli tong. Kim qaysi davlatdan bizani kuzatib turganini bilmadim. Shuning uchun hammaga birdaniga assalomu alaykum deb qolamiz. Drive Max kanalida yana sizlar bilan ko'rishib turibmiz. Sezayotganingizdek, bugun Lada brendi bo'yicha avtomobillarni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Biza bugun ro'yxatda joylashgan Lada avtosaloniga tashrif buyurdik. Bu yo'l manzil bo'yicha tushuntiraman. Orqamdan Qo'yliqdan kelaverishinglarda bu yerda Yangiobod mosti, shundoqqina o'ng qo'linglarda Lada avtosaloni joylashgan. Changam bilan yonma-yon turadi. Tashqaridan mashinalar yo'l yuziga ko'rinib turadi. Bu yoq taraf bo'lsa, ro'yxatdan Qo'yliqqa qarab kelaverish. Shunda sizlar chap qo'lda bo'lasizlar. Svetofordan razvorot bor, bemalol kelib, parkovkalarda ham joylar bor. Mashinalarni qo'yib, bemalol avtosalonga kirib ko'rsanglar bo'ladi. Ketdi. Endi avtosalonga kiramiz. Avtomobillarni yaqindan sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Avtosalonga kirib kelishimiz bilan bizani mana shunaqa legendarniy Niva Urban Legend komplektatsiyasi kutib oladi. Ranglari oq, qora, nalichida mavjud. Bularni hozir sizlarga bizani o'zimizni boshqalarda uchramaydigan HPV sistemamiz, ya'ni uslubimiz deymizmi, shu bo'yicha sizlarni tanishtirib o'tamiz. Ketdik. Xarakteristika, преимущества и выгода. O'zbekchasiga xarakteristika, afzallik va foydalar. Bizga ko'rinib turgan joyi bu faralari, bamperlari. Eng muhim joyi bu mashinaning yuragi. 1.7 litrli atmosferli benzinli dvigatel. 83 ta ot kuchiga ega, 5 ta pog'onali korobka передаcha bilan jihozlangan avtomobil. Buni eng muhim hammani o'ziga tortadigan joyi 4x4 bu avtomobilimiz. Afzalliklariga keladigan bo'lsak, oddiy va yillar davomida sinovdan o'tkazayotgan avtomobil. Ishonch beradi. Konstruksiyasi juda ham ishonchli. Necha yillardan beri o'z kuchini oqlab kelyapti bu avtomobil. Plus tarafi past оборотda ham bemalol tortadi bu avtomobil. Buni haydab ko'rganlar, bunga chiqib o'sha asosan mana shu tog'li hududlarimiz bor, nefrit ko'llariga borganlar biladi bu mashinani qanaqa kuchga egaligini. Endi buni foydasi bo'yicha aytadigan bo'lsak, hech qachon hech qayerda qolib ketmaysiz. Botqoqlik bo'ladimi? Hamma joydan olib chiqib ketadi. Foydasi shu, birinchisi. Ikkinchisi, bu mashinaga ehtiyot qismlari har doim dostupni. Undan tashqari narxi ham juda ham hamyonbop. Arzon narxlarda bemalol avtomobilni jihozlarini olsanglar bo'ladi. Sizlarga shu tashqi eksteryer umumiy holati bo'yicha ham xarakteristika beramiz. Korpus rangi bo'yalgan plastik bamperlar, yengil qotishmali diskalar, moldinglari ham bor. Ko'rishinglar mumkin diska balonlarini. Ixcham o'lchamli, eng muhim tarafi buni klirensi, ya'ni yerdan balandligi 220 mm hisoblanadi. Endi buni afzalliklariga keladigan bo'lsak, bu standart komplektatsiyaga qaraganda zamonaviyroq. Undan tashqari shaharda ham bemalol haydab yurishga juda ham qulay. Endi foydasi bu avtomobilni manevr qilishda juda ham sizlarga qulaylik beradi. Undan tashqari o'zi ham juda ham ixcham mashina. To'xtash joylari, baland bordyurlardan bemalol avtomobil o'tadi. Undan tashqari yana bitta katta foyda, bizda yomg'ir, qor bo'ladi, ertaga qishda muzlaydigan yo'llar bor. O'sha yerlarda ham bemalol bu avtomobilda harakat qilish oson bo'ladi. Endi sizlar bilan gaplashadiganimiz albatta hammani qiziqtirgan ichki interyeri. Bu avtomobilda konditsioner bor, elektronlik ko'zgular bor, oyna ko'targichlari, ya'ni o'sha knopkadan boshqariladi mana. Oynalarni ko'tarib tursanglar bo'ladi. Undan tashqari sideniyada podograf bor. Undan tashqari yana bitta xarakteristikasiga kiradigan joyi shuma izolyatsiya qilingan bo'lar, yaxshi. Endi afzalligi bo'yicha aytadigan bo'lsak, yo bismillah. Juda ham qulay joylashdim. Mana o'zimning bo'yim 1.70. Bu avtomobilda вообще keng, uni haydaganlar ham o'zi bilishadi. Bu avtomobilni hop. Qulay, komfort, imkoniyatlar hammasi mavjud. Konditsioneri ham bor, pechkasi ham, hamma narsasi mavjud.
Endi foydasiga keladigan bo'lsak, ushbu avtomobilni peredachalari bor. Buni haydaganlar o'zi bilishadi. Uzatmalarni oldi o'qqa, orqa o'qqa o'tkazib qo'ysa bo'ladi. Foydasiga keladigan bo'lsak, salon bo'yicha hop yozgi issiqda, qishki sovuqda salonda qulay, shinam, haroratni bemalol ushay olish shu foydasiga kiradi. Elektronli tablolar ko'rayotganinglardek o'zgartirilgan, ancha hamma qulayliklari bor. Endi bu avtomobilni kim oladi? Bu shaxsiy fikrim. Bu avtomobilni o'zini muxlislari bor. O'sha ehtiyoji uchun oladiganlar juda ham ko'p. Menimcha, o'sha kommentga ham yozib bo'lgan bo'lasizlar bu paytgacha. Narxini aytmaysanmi desangizda, bu mashinalar hozir cheklangan miqdordagisi O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan bu avtomobillar hozirgi kunda juda ham katta chegirma berilgan ushbu avtomobillarga. Ya'ni narxlari 240 million so'm. Bu 31-avgust sanasigacha mana shu narxlarda juda ham qulay shart-sharoitlarda bemalol sotib olsanglar bo'ladi. Faqat ulgurib qolinglar. Biz raqamni qoldiramiz. Avtosalon manzilini sizlarga aytdim. Qo'yliqdan Rohatga kelishinglarda o'ng qo'lda joylashgan. Rohatdan Qo'yliqqa kelishinglarda bo'lsa, mostdan o'tishinglar bilan chap qo'lda joylashgan. Sizlar bilan Drive'dan Max kanali, ismim Murodjon, bilasizlar. Keyingi avtosalon, keyingi model, keyingi brend qaysi bo'lsin? Shuni kommentariyada yozib yuboringlar. Bundan tashqari Telegram kanalimiz bor. Bu avtomobillarning yana xususiyatlari bo'yicha hamma ma'lumotlarni Telegram kanaliga ham joylab boramiz. Kuzatib borishda davom etinglar. Barchalarga rahmat. Kuninglar, tuninglar, tonginglar, umumiy hayotinglar xayrli, barakali bo'lsin.